Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Navbatdagi ochiq darsimizga xush kelibsiz. Xo'p, demak bugun mana ayrim masalalarni atroflicha ko'rib o'tamiz. Unda boshladik. Agar Telegramda ovoz uzilish bo'lsa, YouTube'da gruppamizga kirsangiz, anaqa tashalgan linkimiz to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya bo'lyapti. O'sha orqali kirishingiz ham mumkin. Xo'p, ushbu blok sxemada n o'zgaruvchisiga ketma-ket 11 va 15 qiymatlari berildi. Har bir holatdagi algoritm natijasini, ya'ni shartli ravishda A va B deb belgilaymiz. Tarzda berilgan. Ya'ni bir marta 11 uchun ishlaymiz, bir marta 15 uchun ishlaymiz. Demak, hozir men shunchaki 11 soni kiritiladi ana bu joyda. 11 soni kiritiladi va bundan chiqadigan javob A deb tushuniladi. Mana bu variantlarda ham A bor va keyin 15 kiritiladi. Bundan chiqqan javob B deb tushuniladi. Hozir chalg'imaymiz. Bunaqa savol kelganda hech qo'rqmang. O'zi oson savol, faqat to'g'ri tushunsak bo'ldi. Mana bu parallelogram belgisi bu input, ya'ni ma'lumotni kiritish deb tushunamiz. Ma'lumot kirdi, 11 kirdi. Pastga tushdik. Mana pastga strelka bizni qayerga borishimizni tushuntiradi. Pastga tushdik. I degan o'zgaruvchimiz 2 ga teng ekan. Men yozib olaman. I barobar 2 ga teng deb yozib olaman. Xo'sh, yana pastga tushyapmiz, e'tibor berasiz. I kichkina n, ya'ni o'sha 2 kichkina 11 dan deyapti. 2 11 dan kichkina ha bo'lsa, men pastga tushishim kerak. Yo'q bo'lsa, chap tomonga, o'ng tomonga ketib qolishim kerak. Endi 2 11 dan kichkina shart bajarildi. Ha, demak pastga tushaman. Pastda yana nima deyapti? O'sha kiritgan n'ing, ya'ni 11 ni deyapti. Bo'lganda, ya'ni foiz belgisi biz bilamiz, bo'lgandagi qoldiqni olamiz. Ya'ni modul deymiz-ku, mod. 2 ga bo'lganda qoldig'i 0 ga tengmi deymiz. Ya'ni 11 ni 2 ga bo'lganda qoldig'i agar 0 ga teng bo'lsa, ha bo'lsa chiqib ketishimiz kerak. Endi bizda 11 ni 2 ga bo'lsa qoldig'imiz 0 ga teng emas. Biz nima qilamiz? Yo'q deyapti, pastga tushamiz. Bunaqada i ni bitta qadam oshir. I ga bitta qadam oshirsam, menda endi 3 bo'lib qoladi. Sizda ham attestatsiyada shunaqa savol tushsa, erinmasdan, qo'rqmasdan varaqchaga yozing. Men miyada ishlab ketaman desangiz, qachondir bunaqangi qadamli savollarda adashib qolasiz. Chunki bu har qadam o'zgaradi-ku. Siz qaysi qadamga kelganingizni bilmay qolishingiz mumkin. Ya'ni o'sha paytdagi hayajon, stress sizni yengib qo'yishi mumkin. Shuning uchun yozsangiz adashmaysiz, nima qadamni qo'yayotganini. Mana bitta biz hozir to'liq mana shuncha jarayonni bosib o'tdik. Mana shu narsa, shu jarayonni bosib o'tishimiz bo'ldi. Endi mana bu chiziqqa e'tibor bering. Chiziq chiqib tepaga ketdi va bizni olib keldi. Yana bizda i'miz bittaga oshdi, 3 bo'lib qoldi-ku. Endi yana tekshiraman, qarang. Keyingi qadam aytayapti. Bizda hozir endi i 3 bo'lib qoldi. Tekshiryapman. 3 kichkinami 11 dan? Ha, 3 11 dan kichkina. Mana bu shart bajarildi. Ha bo'lsa pastga tushaman. Yana aytayapti. O'sha 11 ni bo'lganda 3 ga qoldig'i 0 ga tengmi? 3 ga 11 ni bo'lsam qoldig'im 0 ga teng emas. Ha bo'lganda chiqib ketishim kerak edi. Yo'q. Yana pastga tushdim. I ni bittaga oshirsam, ya'ni i barobar 3 plus 1 teng 4 bo'ldi. Endi i'miz yangilandi, 4 bo'lib qoldi. Va hokazo. Yana biz unga qaytib keldik. 4 kichkinami 11 dan? Ha, 4 11 dan kichkina. 11 ni bo'lasiz 4 ga teng 0 ga yolg'on, 0 bo'lmaydi. I ni bittaga oshirsangiz, ya'ni 4 plus 1 teng 5. Menimcha qonuniyatni hamma tushundi. 11 ni 5 ga bo'lib ko'ramiz, 6 ga bo'lib ko'ramiz, 7 ga bo'lib ko'ramiz, 8 ga, 9 ga, 10 ga bo'lgan paytda e'tibor bering. 10 bo'lgan paytda 11 ni men va hokazo dedimda, men endi varaqni ko'p yozmaslik uchun bizda i hozircha 10 bo'ldi. 10 kichkinami 11 dan dedim. Ha, 10 11 dan kichkina. 11 ni 10 ga bo'lgandagi qoldig'im 0 ga tengmi dedim. 0 ga teng emas. Yo'q, pastga tushdim. I ni bittaga oshirsam, ya'ni i barobar bo'ldi menda. 10 ni bittaga oshirsam, menda endi i'mi 11 bo'ldi, e'tibor bering. i'm 11 bo'lib qoldi. Tepaga chiqib keldik. Endi i bizda 11 bo'lib tekshirilyapti. 11 kichkinami men kiritgan 11 dan? 11 11 dan kichkina emas. Yo'q. Nima bo'ladi? Bu tomonga chiqib ketadi. Yo'qqa to'g'ri mana bu oqimga kelamiz. Xo'sh, i deyapti. Ya'ni men o'stirib borgan i, o'sha 11 tengmi deyapti sen kiritgan boshidagi n ga, ya'ni 11 ga. 11 11 ga teng. Ha.
ha tomonga o'tamiz mana yes. Va mana bu bizda yana parallelogram bu input output deymiz. Ma'lumotni chiqaryapti. Ha degan ma'lumot chiqdi. 11 ni kiritganimizda. Endi e'tibor bering, bizda 11 uchun A degan variant bor edi. Bu yerda ikkita variantda ha uchun 11 uchun ha chiqqan. Demak, avtomatik mana bu ikkita variantni biz yo'qotamiz. Bizda 11 uchun ha chiqdi. Va endi men buni hammasini o'chiraman-da, 15 uchun yozaman. Xo'p. 15 uchun endi ikkinchi marta 15 soni kiritildi va i teng 2 yana xuddi o'sha ish. I teng 2. 2 kichkina 15 dan. 2 kichkina 15 dan yozdim. Agar mabodo attestatsiyada sizda shunaqa o'zingizga ishonch bilan ishlagan paytingizda bitta birinchi variantda ha, ikkinchilari masalan bunimda yo'q, e'tibor bering. Biz buni chopdik. Mana bunisi ham yo'q bo'lib chiqadigan bo'lsa, endi siz uni qilishingiz mumkin-da. Uni bemalol qo'rqmasdan belgilashingiz mumkin. Lekin biz bu yerda ikkita ham bo'lganligi uchun ishlashga majburmiz. 2 15 dan kichkina ha, pastga tushdik. O'sha 15 ni deyapti bo'lasan 2 ga, ya'ni i ga. 15 ni 2 ga bo'lsam qoldig'im 0 emas. Yo'q, pastga tushdim. I ni bittaga oshirsam, i menda 2 plus 1 teng 3 bo'lib qoldi. Endi tepaga chiqib yana tekshiramiz. 3 kichkinami 15 dan? 3 15 dan kichkina, rost. Va 15 ni bo'lganda o'sha 3 ga qoldig'ing 0 ga tengmi? Qarang, 15 ni 3 ga bo'lsam, ha, qoldig'im 0 ga teng bo'ladi. Ichida 5 ta butun 3 bor. Ha bo'ldi. Ya'ni ha bo'lgani uchun yana chiqdim bu tomondan. Bu tomonga tushamiz endi. Endi solishtiryapti, e'tibor bering. I menda yig'ilib qolgan i nima edi? 3 edi. 3 deyapti. Tengmi sen kiritgan boshidagi 15 ga? Yo'q. Men kiritgan 3im 15 ga teng emas. Demak, menda nima bo'ladi? Yo'q va yana bizda yo'q degan javob chiqadi. Demak, birinchi 11 uchun ha chiqdi, bu uchun yo'q chiqdi. Javobimiz harflab aytganimizda A javob ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingi savolga o'tsam bo'ladi. Agar savolingiz bo'lsa, gruppada yozishingiz mumkin yoki Telegram YouTube'dagi jonli nimaga muhokamada yozib ketishingiz mumkin. Xo'p, keyingi savol Scratchga taalluqli ekan. Ushbu dastur bloki deyapti, ishga tushirilgach qanday shakl paydo bo'ladi? Bu yerda bizda shaklni chizib bermayapti. Bu yerga e'tibor bering. Avvallari oldingi attestatsiyalarda shaklni chizib berardi-yu, qaysi shaklni chizadi deb so'rardi. Endi qayerda shakl chizadi deb sizdan matnli so'rayapti. Qarang. Bayroqcha bosilganda, hide, ya'ni bizning spriteimiz yashirinadi. Erase all. Bundan oldingi chizilgan nimaiki bo'lsa hammasini o'chiradi. Mana o'chirg'ich. Ruchkani hammasini o'chiradi degani. Repeat 5, e'tibor bering. Bu yerda ichmich berib ketyapti. Katta repeat bu. Mana bu ichkina repeat to'liq bajarilib bo'lgandan keyin katta repeat ishlaydi. Ya'ni bu yerda mana bu kichkina repeat chizayotgan obyekt, katta repeat esa o'sha obyektning necha marta chizilishi haqida gap ketyapti. Mana sizga men kalit so'z aytsam agar, mana shuni siz chizib ko'rmasdan turib attestatsiya paytida qarang. O'zi 3 tomonlik obyekt chizyapti ekan. Mana bu repeat 3 degani 3 tomonlik obyekt, aniq. 3 tomonlik obyekt. 3 tomonlik obyektimiz nima? Geometrik shaklimiz. Uchburchakligi aniq. Endi mana bu 120 gradus degani ular orasidagi burchaklar 120 gradusligi ham aniq. Demak, teng tomonli uchburchak bo'lib qoladi. Xo'p, shunaqa uchburchakdan nechta chizyapti desak, 5 ta chizyapti mana. Mana katta repeatimiz shu nechta o'sha obyektdan nechta chizayotganligini bildiradi. Shuni men sizga endi chizib ko'rsatsam, o'zi savol tahlil qilib bo'ldik. Endi men sizga chizib ko'rsataman. Agar sizda dastur matnida, shu savol matnida yoki bo'lmasam skriptda point in direction berilmagan bo'lsa, u avtomatik o'ngga qarab turgan deb tushuniladi. O'zi jimlik holati bo'yicha default deymiz, po umolchaniya deymiz. Scratchni ochgan paytingizda hamma sprite ham avtomatik o'ng tomonga qarab turgan bo'ladi. Siz bu yer savol matnida ham yo'q va skriptda ham yo'q. Demak, biz buni o'ngga deb tasavvur qilamiz va shu bo'yicha ishlaymiz. Xo'sh, katta repeat hozircha bir paytda kichkina repeat boshlayapti. Pen down ruchka tushirildi. Mana turibdi. 100 qadam yur desa, men o'ngga yurishimni bilaman. Nimaga desa, chunki point direction aytilmagan.
Xo'sh, 120 gradus desa, mana shu yurgan chizig'imga nisbatan men hozir urinma o'tkazsam, e'tibor bering. Mana bu tashqi burchagim, uzr, urinma o'tkazsin dedim. Mana bunaqa urinma tashqari tomon, uzr, boshqa burchga chizay. Mana bunaqadek. Mana urinma o'tkazsam, mana tashqi burchagim 120 bo'ladi. Mana bu ichki burchagim 60 bo'ladi. Ya'ni mana bu o'ngga degani, ya'ni soat strelkasi bo'ylabda, bu mana bu o'ngga burilish degani. Soat strelkasi bo'ylab bo'lsa o'ngga, soat strelkasiga teskari bo'lsa chapga burilamiz degani. Batafsil kursimizda aytib o'tamiz bularni hali. Maydalab tushunib turib o'tamiz. Xo'sh, bu savolda aynan o'ngga burilyapti. 120 gradus burildik va kutib turibmiz. Menimcha burilishini tushundik va yana 100 qadam yur. Mana kichkina repetimiz hozircha bitta bajarildi. Ikkinchi bajarish yana 100 qadam yurdim. Xo'p. Va yana 120 gradus burildim. Yana 100 qadam yurdim. Dastlabki joyimga qaytib keldim, e'tibor bering. Mana bu kichkina repetim to'liq bajarilib bo'ldi. Va endi mana bu 72 gradus o'ngga degan, e'tibor bering. Mana kelgan spraytim hozir mana bu tomonga qarab turibdi. Mana shunday turibdi, mana dastlabki holatga qarab turibdi. 72 gradus o'ngga degani, agar mabodo mana shu 90 bo'lganda edi, u to'g'riga mana shunday qarab turgan bo'lardi. Endi shu gradusga 72 gradus yaqinroq bo'ladi desak, u mana bunaqa holatda bo'ladi mana. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Endi 90 bo'lsa to'g'ri bo'lardi-ku, to'g'ri burchak ostida bo'lardi. 72 sal qiyinroq bo'ladi-da endi. 72 gradus o'ngga burildi va endi katta repet bitta to'liq bajarilib bo'ldi. Keyin kichkina repetimiz yana bajariladi. Xuddi shunday 100 qadam yuramiz. 120 gradus burilamiz. Endi ruchkani rangini almashtirib yubordim. Aslida ruchkani rangini almashadigan kod yo'q bu yerda. Siz bunga chalg'imaysiz. Xuddi shunaqa shakl chizadi. Mana endi shaklarim ozgina o'xshamasligi mumkin. Men buning uchun uzr so'rayman. Shunaqa uchburchakdan bizda 5 ta chizadi. Mana teng tomonli uchburchakdan 5 ta chizyapti. Uchburchak hammasi shunaqadan 5 ta chizyapti. Variantlarga qarang. 3 ta teng tomonli uchburchak va bitta teng tomonli 5 burchak chizadi. Yo'q, bu variant bo'lmaydi. B variant. Bitta teng tomonli uchburchak va bitta teng tomonli 5 burchak chizadi. Yo'q. Mana bu 5 uchun bizni chalg'itmoqchi bo'lyapti-da. C javob. 3 ta teng tomonli 5 burchak. Yo'q. Deymiz 5 ta teng tomonli uchburchak. Mana javobimiz shu bo'lar ekan. Xo'p, mana bu 120 gradus degani bu tashqi burchak nimasi bo'ladi, burchagi bo'ladi. Ya'ni ichki burchaklar, biz bilamizki, uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi mana alfa, beta, gamma desam, bularni hammasini yig'indisi alfa plus beta plus gamma desa nima bo'lishi kerak bizda? 180 bo'lishi kerak. E'tibor bering, hammasini tashqi burchak 120. Mana bu yerda ham 120 bor, mana bu yerda ham 120 bor, mana bu yerda ham 120. Bunaqasi chizsangiz ham, bunaqasi chizsangiz farqi yo'q. 120 bor. 120 ning tashqi ichki tomoni 60 bo'ladi. Demak, bu ham 60, mana bu ham 60, mana bu ham 60. Teng tomonli deb aytishga men asos beryapman-da endi. Hamma tomon 60 bo'lgandan keyin biz nima deymiz uni? Teng tomonli uchburchak deymiz. Teng yonli bo'lsa faqat ikkita mana bu burchak, mana shu ikkita burchak, masalan alfa, bunisi beta bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa gradus bo'lishi mumkin. Mana bu teng yonli uchburchak bo'ladi. Teng tomonli bo'lsa, hamma tomon uzunliklari bir xil bo'ladi. Hozir bizni savolimizda teng tomonli uchburchak chizyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p. Keyingi savolimiz, navbatdagi savolimiz ham bunisi ham Scratchga taalluqli ekan. E'tibor berasiz. Aytayapti, quyida berilgan skriptda A teng 15, B teng 16 qiymatlari o'rnatildi. Ya'ni set deganimiz o'rnatish. Skript bir marta ishga tushirilganda qanday natija chiqariladi, e'tibor berasiz. Mana bu hozir adashmasam, o'zi maktab programmasida Scratch dasturiga yetib keldik. O'sha 6-sinflar Scratchni boshlashdi. Ask and wait, ya'ni so'rab kutib turish. Bizdan A ni kiriting deb sizda сообщение sifatida chiqadi-yu, nimaga kiritsangiz o'shani A ga sozlab qo'yibdi mana answer qilib. Siz A ga 15 kiritasiz, B ga 16 kiritasiz. Ya'ni A ning qiymati, mana bu A ning qiymati 15, B ning qiymati 16 deb tushuniladi.
va shu ishlanadi. Aytyapti, say deyapti. Xo'sh, not e'tibor bering. Mana bu ifoda, mana bu ifodani men matematik qilib yozaman. Notni anaqa qilib yozsam tushunasiz menimcha. Not house ichida a mana bu modul belgisi endi qoldiqli bo'lish 2 ga deyapti, 0 ga mana and yana not b qoldiqli bo'lish 2 ga teng 1. Mana shu ifodani bizdan natijasini so'rayapti. E'tibor bering. A ni o'rnida 15 bor. Men 15 ni qo'yaman ana bu yerga. 15 ni bo'lgandagi 2 ga deyapti. Qoldig'i 0 ga teng bo'lsa. 15 ni 2 ga bo'lsam qoldig'im 1. 0 ga teng bo'lsa deyapti. Bu endi yolg'on. Mana bu inkorning evaziga rost bo'ladi. Mana shu qavs, mana shu to'liqligicha true. Rost bo'ladi. Mana bu inkorning evaziga. And turamiz. Biz bilamizki, andning ikkala shoxi ham, chap shoxi ham, o'ng shoxi ham, endi men shox deyapman, aslida operand, o'ng operand ham, chap operand ham rost bo'lsagina rost qiymat qaytaradi. Va b o'zgaruvchimiz 16 deyapti. 16 ni 2 ga bo'lgandagi qoldig'imiz 1 ga teng bo'lsa deyapti. 16 ni 2 ga bo'lsa qoldig'imiz 0. 1 ga teng emas, yolg'on. Lekin mana bu inkorning evaziga bu ifodamiz ham true bo'ladi. Ya'ni true deganimiz rost. True and true. Ya'ni rostga mantiqiy ko'paytmasi bizda baribir nima chiqadi? Natijamiz true chiqadi. Mana qisqa harfda t deb belgilab ketyapman. Menimcha informatika tushunamiz. Javobimiz true bo'lar ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, yana sketchga taalluqli savol ekan. Bu juda ham qiziqarli savol. Anaqada attestatsiyada tushgan. Xo'sh, uning koordinatasi x va y ning yig'indisi qanday bo'ladi? Ya'ni uning deganda sprite haqida so'ramoqchi bo'lyapti. Va ana bu yerda qarang, endi bayroqcha bosilgan, bizda aytayapti uni point direction'ni aytib ketaman. Men sizga tushuntirib ketaman buni. Nimaligini uni. Xo'sh, bayroqcha bosilganda men buni sahna deb aytsam, tasavvur qiling, sahna, sprite'imiz ijro etadigan joy. Sahnaning markazi 0 ga borsin. Markazi va o'rtada bo'ladi. 0 ga borsin deyapti. Point direction 0 deganini ham tushuntirib ketaman, e'tibor berasiz. Men birlik aylana chizdim. Xo'sh, birlik aylanani geometriya o'zimizni o'qiydigan geometriya haqida aytayapman hozir. Biz geometriyada mana buni 0 deb tushunamiz. Mana buni 90 deb bilamiz. Mana bu burchakni biz 180 deb bilamiz va mana bunisini 270. Joyiga qaytib kelganini 360 deb aytamiz. O'zimizni o'qiydigan geometriyada. Scratchda bu biroz aylantirilgan. Joylari o'zgartirilgan. Ya'ni qanday qilib desak, yuqoriga qarab turgani 0. Ya'ni sprite'imiz yuqoriga qarab turibdi degani y o'qiga ta'sir ko'rsatadi degan. Va 90 deganimiz o'ngga qarab turibdi degani, u x o'qiga ta'sir ko'rsatadi degani. 180 deganimiz pastga qarab turibdi, bu ham y o'qiga ta'sir ko'rsatadi va -90 yoki 270 farqi yo'q. Bu chapga qarab turibdi. Bu ham x o'qiga ta'sir ko'rsatadi degan. Siz soat strelkasiga qarshi yursangiz minusda yozasiz. Soat strelkasi bo'ylab yursangiz plusda yozasiz. Ya'ni manfiy musbat qilib yozib olamiz, burib olamiz. Demak, bizni hozir bu sprite'imiz 0 point direction turgan bo'lsa, demak u yuqoriga qarab turibdi deb bilamiz. Ya'ni u ana shu holat turibdi. Yuqoriga qarab, ya'ni u harakatlansa y o'qiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, boshladik. Move 50. Bu albatta 50 bo'lgandan keyin y o'qi bo'yicha yuqoriga chiqadi. Manfiy bo'lganda pastga tushadi. Y o'qi taxmin 0 bo'lsa, ana bu joyga keladi. Mana shu joyga keldi. Mana shu joyga keldi. Ya'ni men yozib olaman, x barobar 0, y barobar 0 edi dastlab. Mana bu buyruqdan keyin endi x imiz teng 0 ligicha turibdi, y imiz 50 ga o'zgardi. Bo'ldi. Va turn, qarang, left 90 gradus. Ya'ni 90 gradus chapga burildi desa, e'tibor bering. Mana shu holatda endi sprite'imiz mana bu joyga
endi chapga qarab turibdi. Mana bu buyrug'dan keyin. Endi uning ta'sir ko'rsatadigan o'qi x o'qi bo'ladi. Mana siz uchun yana chizib ketay. Mana bu x o'qi, mana bu y o'qi mana. Bilamiz-ku. Va endi wait, repeat deyapti. 3 marta takrorlaysan, 1 sekund kutasan, move deyapti -30. U shu joyda qarab turibdi-yu, yuzi bu tomonga qarab turibdi. -30 degani orqaga 30 qadam yuradi bitta, 1 sekund kutadi. Yana 30 qadam yuradi orqaga bitta, 1 sekund kutadi. Yana 30 qadam yuradi orqaga bitta, bo'ldi. 3 marta bajardi. Nima uchun orqaga desak, mana bu minusning evaziga. Agar plyus bo'lganda u chapga qarab turibdi-ku, oldinga harakatlanib kelardi. Minus bo'lgani uchun orqaga yuradi. Endi 3 marta orqaga yurdi degani bu bizda x imizda 3 ta o'zgarish bo'lsa 90 bo'ldi. Xo'sh, ana endi so'rayapti, x va y ning yig'indisi qanday bo'ladi desa, ikkalasini qo'shib qo'yar ekanmiz. Qo'shib qo'ysak 140 bo'lar ekan. Javobimiz 140. Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p. Navbatdagi savol, ana bu savolni men sizga aytmasam bo'lmaydi. Bunaqa savollar bir emas, bir nechta shaxmatga doir savollar bor. Bundan oldingi adashmasam 2024-yilgi bahorga attestatsiyada tushgan edi. Kuzgida ham tushgan edi. Xo'sh, savolda sizga shaxmat doska beradi va shaxmat doskadagi ga mos qaysidir shaxmatning sipohi, ya'ni donasi haqidagi bitta katakka yura oladimi yoki bu kod qaysi sipohniki deb aytadi. Endi men sizga ayrimlarini ko'rsatdim. Bugun siz bilan faqat bittasini ko'rib o'tamiz. Qolganlarini yopiq guruhimizga qo'shilsangiz batafsil tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bugun siz bilan biz otning, ya'ni ot menga yoqadi, o'zim yoqqani uchun, menimcha hammaga yoqsa kerak ot. Men jon haqida aytyapman. Otni tanlab oldik, jamoa bilan birga kelishib. Xo'sh. Otni yurishi, ya'ni savolni o'qiymiz. Attestatsiyada xuddi shunaqa shaklda savol tushadi. U sizga to'liq kodini ham beradi. Ayrim savollarda kodini yozib bering deydi. Ayrim savollarda bitta joyini tashlab ketadi. Bu yerda nima bo'lishi kerak deb. Bu yerda ham xuddi shunday tashlab ketilgan. Savolni o'qib tushunib olamiz. Quyidagi rasmda shaxmat taxtasining x, y koordinatlari berilgan. 1 va 8 oralig'ida. Endi siz adashib ketmasligimiz uchun odatda shaxmatda bir tomon harflar bilan, bir tomon raqamlar bilan beriladi. Endi biz uchun bu ikkala tomon ham raqamlar bilan berilgan. Endi bizni tushunishimiz uchun, ya'ni biz buni x va y koordinata deb tushunishimiz uchun. Xo'sh, Asilbek ot bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi jumlasini rostlikka tekshirib ushbu kodni yozdi. Ya'ni kod ramkaga olingan turibdi, tayyor yozilgan. Kod to'g'ri bo'lishi uchun A, B va C belgilarining o'rnida qanday mantiqiy amal bo'lishi kerak deb so'raydi sizda attestatsiyadan. Endi siz mana bu A ning o'rnida, mana bu B ning o'rnida, mana bu C ning o'rnida nimalar borligini javoblardan qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu kod to'g'ri ishlashi uchun, mana shu kod shu shartga javob berishi uchun. U uchun biz nima qilamiz desak, eng oson yo'li ommaviy yo'li desak ham bo'ladi. Shaxmat donasining yurishini bilsangiz, ya'ni yurish kodlarini bilsak, usullarini bilsak qiynalmaymiz. Agar juda ham qiynaladigan bo'lsangiz, kursga qo'shilsangiz, kursda biz sizga bundan ham oson usullarni o'rgatamiz. Yo'q, unda ham bilmayman desangiz, iloji yo'q, biz tayanamiz xotiraga, ya'ni yodlashga tayanamiz. Yodlaymiz. Tasavvur qiling, mani otim turibdi mana shu joyda. Tasavvur qiling. Xo'sh, men u borishi mumkin bo'lgan kataklarni raqam bilan belgilasam maylimi? Otni yurishini bilamiz-a? G shaklda, bunaqa G shaklda yuradi, mana bunaqa qilib G shaklda. Men raqamlarni belgilasam maylimi? Qorada turibdi, men yozib qo'yaman. O'zimni otim turgan joyi e'tibor bering. 4 ta x'im. Mana buni x o'qi deyapmiz-ku, mana x o'qi, mana bu y o'qi. Mani otim turibdi 4 ta, y ham 4 ta turibdi. Men u borishi mumkin bo'lgan kataklarni raqamlarda belgilasam maylimi? Mana buni 1 deyman, bora oladi. Mana buni 2 deyman, bora oladi. Mana buni 3 deyman, bora oladi. Mana buni 4 deyman, bora oladi. Mana buni 5 deyman, bora oladi. Mana buni 6 deyman, bora oladi. Mana buni 7 deyman, bora oladi. Mana buni 8 deyman, bora oladi.
E'tibor bering, sizni otingiz deyarli shaxmat doskaning 3dan 2 qismini egallay oladi agar o'rtada tursa. 3dan 2 qism desam qo'polroq bo'lar ekan, 4dan 1 qism desam to'g'riroq bo'lar ekan. Xo'sh, demak, qarang, endi men aytaman sizga, bir haqida gaplashyapmiz. Bir haqida. Mana bu birni yozdim, bekor yozmadim. Bir haqida gaplashamiz. Bir mana bu bir degani mana shu birni tushunavering. Birning borishi mumkin bo'lgan anosini qarang. Koordinatasini. X ni ayting menga 5, Y ni ayting menga 6. E'tibor bering. X 5 ga, Y 6 ga bo'lganda mana shaxmat ot shunga bora oladi. Xoh bunaqa yurib borsin, xoh bunaqa yurib borsin. U farqi yo'q. Lekin shu joyga bora oladi. 2 haqida gaplashamiz. Ikkinchi joy haqida. X e'tibor bering 6, Y 5. X 6, Y 5. 3 haqida gaplashyapmiz. Mana 3 haqida. X 6, Y xo'p 3. 4 haqida gaplashyapmiz. E'tibor bering. 4 X 5 ga, Y tak 2 ga. 5 haqida gaplashyapmiz. X 3 ga, Y 2 ga. Va 6 haqida gaplashyapmiz. X 2 ga, Y 3 ga. Va 7 haqida gaplashyapmiz. X 2 ga, Y 5 ga. Va 8 haqida gaplashyapmiz. Xo'p, X 3 da, Y 6 da. Menimcha to'g'ri yozib chiqdim. Adashmasam. Xo'p, noto'g'ri bo'lsa gruppada yozishingiz mumkin. E'tibor bering. Sizda aytishim kerak bo'lgan kalit joyini aytaman. Ketdik. Mana bu kodga qarang, mana bu kodga. Kodda o'zi aytib qo'yibdi nimaligini, faqat men A bilan C ni topish uchun sizga buni yozib chiqdim. Siz e'tibor beradigan joyingiz, men boshqa rangda yozaman, qarang. X'im 4 turibdi, ha? X'im 5 turibdi. Siz mana bunga qarang endi. Mana kodga ham qarab turing. X'lar ko'chgandan keyingi orasidagi farq 1, e'tibor bering. Y'liklar ko'chgandan orasidagi farq 2. Men ko'k ruchkada yozyapman. 2 ga e'tibor bering. X'lar orasidagi farq 2, buni orasidagi farq 1. Buni orasidagi farq 2, buni orasidagi farq 1. Y'liklar orasidan aytyapman endi. Dastlabki holati bilan ko'chgan holatini aytyapman. Buni orasidagi farq 1, buni orasidagi farq 2. Buni orasidagi farq 1, buni orasidagi farq 2. Buni orasidagi farq 2, buni orasidagi farq 1. Buni orasidagi farq 2, buni orasidagi farq 1. Buni orasidagi farq 1, buni orasidagi farq 2. E'tibor bering. Mana shu 2 bilan 1lar mana shu narsalar. Men qonuniyatni aytyapman sizga. O'zi menimcha sizga ma'lum bo'ldi. Agar qarang, bir vaqtning o'zida otning bir joydan ikkinchi joyga ko'chgandagi x'lar orasidagi farq 1 ga teng bo'lsa, shu vaqtning o'zida y'liklar orasidagi farq 2 bo'lishi shart. Ular mana va bo'ldi. Qarang, x'lar orasidagi farq 1 bo'lganda, y'liklar orasidagi farq aynan o'sha paytda 2 bo'lishi shart. Siz buni nima deysiz? Bu albatta AND bo'ladi. Ikkalasi ham bir vaqtda bajarilishi shart. Ana endi x'lar orasidagi farq 2 bo'lganda, y'liklar orasidagi farq 1 bo'lishi kerak. O'sha kod yozib tayyor turibdi mana bu yerda. Faqat shuni tushunib olishingiz kerak. X'lar orasidagi farq 2 bo'lganda, y'liklar orasidagi farq 1 bo'lishi shart. Ular esa mana. Bir vaqtning o'zida. Demak, bunisi ham AND. Ya'ni A ning joyida AND, B ning joyida ham AND qatnashishi shart ekan. Endi men qo'yaman. A ning joyiga AND qo'ydim, B ning joyiga AND qo'ydim. Tayyor. Faqat endi mana bu joyini qarang. Yoki bunisi
yoki bunisi bajariladida, endi bajarilganda hammasi bir vaqtdan bajarilmaydi-ku. Demak, s'ning varianti bizada bo'ladi nima? Or. A ning joyida and, B ning joyida and, s'ning joyida or. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bundan ham maydalab tushuntirish kerak bo'lsa, Xudo xohlasa kursimizda aytib o'tamiz. Javobimiz bizda and or. And or mana. Demak, keyingisiga ketdik. Xo'sh, ajoyib qiziqarli savol. Bu savol hali aniqrog'i mualliflik huquqim desam ham bo'ladi. Xo'sh, Bibisora ushbu Python kod yozdi va qanday natija oldi? Sizdan bir iltimosim bor edi. 1 daqiqa vaqt beraman. Siz mayli o'zingizni sinab ko'rib, gruppaga unaqasini yozing, variantini masalan A, B, C deb variant yozing qani. Tekshiraylik qani nima bo'ladi. Hech kim sizni urishmaydi xato topganingiz bilan. Siz yozing gruppaga A, B, C deb yozing. Agar meni eshitgan bo'lsangiz, keyin tahlil qilamiz. Balkim to'g'ri toparsiz. Yozib ko'rsangiz gruppaga kutaman 1 daqiqa. Vaqt ketdi. Voy voy, yozish uchun odam qo'sh deb so'rayaptimi sizdan? Bo'lmasa YouTube'ga yozing ustoz. Bo'lmasa YouTube'ga yozing. Ko'pchilik yozolmayapti shekilli. YouTube'ga yozing, YouTube'ga yozing. YouTube'ga yozing. Ana Sanjar ustoz o'zini majbur bo'tma, qaysi aniqlayapti, qo'ymayapti. Ha, Tashayman o'zi polni. O'zi o'chirib tashayman, bemalol yozaversinlar. ha, yozaversinlar mayli. Yana keyin qo'yib qo'yasizlar. Hozir yo'q, mavzu o'sha botni olib tashayman adminlikdan. Bemalol yozsa bo'ladi. Mana Ustozlar ustozlar yozishingiz mumkin, mayli yozing, mana kutamiz, yozing. Savollaringiz bo'lsa yozaveringlar. Savol bo'lsa ham yozing, anaqa bo'lsa ham variantlari mana shu savolning javobi sizningcha qaysi bo'lishi mumkin? Yozishingiz mumkin bemalol, hech qanaqa cheklov yo'q. Yaxshi. Cheklov o'tishadi. Yaxshi. Quvonarli holat. Ko'pchilik to'g'ri javob beryapti. Yaxshi. Xo'sh. Demak, bu informatiklarning saviyasi o'sganidan dalolat. Biz bundan xursandmiz. Xo'sh. Bo'ladi. To'g'ri javoblar ham bor, endi orada noto'g'ri javoblar ham bor. Yaxshi. Endi har kim o'z fikriga ega. Demak, boshladik. Qarang. Men sizga tushuntirmoqchi bo'lsam, input random bu. Random kutubxonasini chaqiraylik. Random degani bu anaqa, nima deydi? Tasodifni chaqiryapmiz. Tasodiflar kutubxonasida endi o'sha kutubxonani chaqiryapmiz va shu randomning sample degan funksiyasini foydalanyapmiz. Sample bu mana bundagi so'ralgan oraliqdan siz so'ragancha qiymatni qaytarib tasodifiy, aynan bittasini emas, tasodifiy topib beradi, qaytarib beradi. Aynan siz qaysiligini bilmaysiz. Buni oldindan hech kim ayta olmaydi qaysiligini. Ya'niki bu nimaga o'xshaydi? Telefonimizda muzika o'qiydigan nima bor? Pregravatel bor-ku, masalan, shuffle bor, repeat bor. Siz bilmaysiz, u avtomatik uni listlarni qo'shib tashlaydi. Xuddi shunday bu ham 10 tasini olib beradi. Nimani deyapti, qarang. Endi ketdik. Agar to'g'ri savolni tahlil qiladigan bo'lsak, range men aytmoqchiman birinchi. Range degani bu chegara, ya'ni 0 dan boshlanadi, e'tibor berasiz. 0 dan boshlanadi toki 100 gacha. 100 kiradi. 101 beryapsiz. 101 chegara kirmasligini evaziga 100 kiradi. Endi men bu yerga aslida bunaqa yozishim kerak edi. Aslida bunaqa yozishim kerak, chunki 101 kirmaydi-da. Shunday yozsam to'g'riroq bo'ladi. Endi buning strukturasi shunaqa. Lekin men siz uchun osonroq bo'lish uchun 100 deb bunaqa deyapman. Ya'ni 101 yoziladi, to'g'ri, 101 kirmaydi. Shuning uchun 100 gacha yozdim. Demak, biz bu yerdan chop tashlaymiz A variantini. Chunki bizda 101 kirmaydi. Xo'sh, bizda qolyapti B, C.
D'ni ham chopamiz. Nega? 0 kiradi. D ketdi. Bizda qoldi B va C. Xo'sh, aytyapti. Mana bu 10 degani mana shu oraliqdan sen o'zing xohlagan 10 tasini tanlab bizga list sifatida qaytaradi. Uni men ham bilmayman oldinda nima chiqishini. Lekin 10 ta element bo'lishi aniq. Endi variantlarga o'tamiz. 0 dan 100 gacha ham bo'lgan sonlarni 10 qadam bilan chiqaradi. Yo'q, 10 qadam bilan emas. Bu qadam bizda bu simpleniki emas. Mana bu 10 deganimiz bizda 10 tasini tanlab chiqaradi. Xo'p, bizda bu variant ketdi. Simple bo'lganligi uchun aytyapmiz endi. 0 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni 10 tasini tanlab chiqaradi. Javobimiz bizda C javob bo'lar ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. To'g'ri topganlarni tabriklaymiz. Xo'p, noto'g'ri topgan bo'lsangiz, demak sizda ozgina nimadirda bo'shliq yoki kamchilik bor. Xudo xolasa kursga qo'shilsangiz, o'sha bo'shliq va kamchilikni birgalikda to'ldiramiz. Demak, ketdik. Bu ham qiziq savol. Bunaqangi savolga oxirgi paytda e'tibor bersangiz, o'quvchilar olimpiadasida, o'qituvchilar olimpiadasida, attestatsiyada ko'paydi. Ya'ni ma'noli, mazmunli savollar ko'paydi. Mana bu Bahriddin Murodov degan ustozimiz hatto namuna qilib tashladilar mana rahmat. Demak, ushbu berilgan dasturda n o'zgaruvchining qiymati qanday bo'lganda qarang. Bizdan nima chiqadi demayapti. Ekran kiradigan qiymat nima bo'lsa deyapti, natija shu bo'ladi deyapti. Sizdan natijani so'ragani yo'q. Sizdan kiruvchini so'rayapti. Avvallari bilsangiz, kiruvchini berib, natija so'ralardi. Masalan, shuni kiritsak, nima chiqadi deb so'rardi. Endi bu yerda nimani kiritsak, mana shu chiqadi so'rayapti. Demak, biz tushunib olishimiz kerak, mana bu nima ish qilayotganligini. Xo'sh, int bu integer tipiga almashtiraman, input kiritgan n sizda n teng deb chiqib turadi. F5 ni bosgan payt, ya'ni kompilyasiyaga bergan paytingiz mana shu oynada shu chiqib turadi. Siz nimadir son, mana variantlardagi sonni bittasini kiritsangiz va keyin jarayon boshlanadi. Demak, n ga nimadir son kiritdik. Mana bu menga qorong'u. Keling shuni A variantdagi 94 ni deb ishlab ko'raylik. Endi osonroq bo'lishi uchun sizga 94 ni kiritdim. O'shanda biz bilib olamiz nima ish qilayotganligini bu kodni. Xo'sh, s degan uchotchigimiz 0 ga teng ekan. S teng 0 ga. Ma'qul. While, xo'sh, n teng 0. While ning ishlash naqasi qoidasi bundagi shart rost bo'lsa ishlaydi, ya'ni yolg'on bo'lguncha ishlaydi-da. Hozircha rost, demak bu ishlaydi, ma'qul. Ya'ni bizning kiritgan 94 imiz 0 dan katta ishlaydi. Xo'p, k degan o'zgaruvchimizga k barobar e'tibor bering. N ni 10 ga bo'lgandagi qoldiqni olamiz. 94 ni 10 ga bo'lgandagi qoldiqni olsam, menda 94 ning ichida 19 ta butun bor, qoldig'imiz 4. Va s ga qo'shaman o'sha k ni 0 ga qo'shib qo'yaman 4 ni. Teng 4 bo'ldi. S'im hozircha 4. Va n ning qiymati yangilanyapti. N ga ya'ni 94 ni deyapti, 10 ga bo'lgandagi butun qismni olib ber deyapti. 94 ni 10 ga bo'lsangiz butun qism bizda 9 bo'ladi. Va hali print ishlagani yo'q. Print oxirida while tugagandan keyin ishlaydi. Va endi ketdik. Keyingi qadam 9 0 dan katta ishlaydi. K barobar 9 ni 10 ga bo'lgandagi qoldiq deyapti. 9 ni 10 ga bo'lsangiz baribir qoldig'imiz 9. S barobar 4 ga qo'shib qo'y 9 ni. 13 bo'ldi. Ma'qul. Va n barobar 9 ni 10 ga bo'lgandagi butun qism desak, 9 ni 10 ga bo'lsangiz 0.9. Butun qismi 0. Endi while ishlamaydi. 0 0 dan katta deyapti. Yolg'on. Printga murojaat qilamiz. S ni chiqar deyapti. S teng deb yozasan va chiqarasan nimani? S bizda yig'ilib qolgan S'imiz 13. O'sha 13 ni deyapti. 10 ga bo'lgandagi qoldig'ini chiqar. Ekranga 3 chiqar ekan. Ya'ni 13 ni 10 ga bo'lsangiz qoldig'ingiz 3. Demak, biz tushundik nima ish qilayotganligini. Kiritgan sonimizni raqamlar yig'indisini qo'shyapti. Xona raqamlar yig'indisini qo'shyapti va shuni 10 ga bo'lgandagi qoldiqni chiqaryapti. E'tibor bering. Siz qanaqangi son kiritsangiz,
u sonning raqamlar yig'indisi 4 bilan tugasa 10 ga bo'lgandagi qoldig'imiz 4 chiqadi. Misol uchun 4 bo'lishi mumkin masalan. 4 kiritsangiz ham bu yerda hozir o'sha narsa chiqadi-da. Yaxshisi variantlarni qo'shib ketamiz. Mana bunda 13 bo'ldi raqamlar yig'indisi. Mana bunda 15 bo'ldi raqamlar yig'indisi. Mana bunda 14 bo'ldi raqamlar yig'indisi. Mana bunda 5 bo'ldi raqamlar yig'indisi. Bunda 3 ni chiqaradi, 10 ga bo'lganday qoldik. Bunda 5 ni chiqaradi, 10 ga bo'lganday qoldik. Bunda 4 ni chiqaradi, 10 ga bo'lganday qoldik. Bunda 5 ni chiqaradi, 10 ga bo'lganday qoldik. Demak, javobimiz 59. Variantimiz C ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bunaqa tipdagi savollar kelganda, kalit so'z aytayapman, birinchi navbatda sizdan qiymat so'ramayapti endi bu. Nima kiritsang deyapti. Savolni o'zini tahlil qilib olish kerak. Qo'rqmang. Bitta ixtiyoriy son berib ko'ring. O'zi nima ish qilayotganligini tushunib olasiz. 2-3 qadamdan keyin nima qilayotganini tushunasiz. Hozir bu yerda biz bildikki, berilgan sonning xona raqamlari yig'indisini hisoblab, shu chiqqan natijani 10 ga bo'lgandagi qoldig'ini chiqaryapti. Masalan, misol uchun xona raqamlari yig'indisi 4 bo'lsa, 14 bo'lsa, 24 bo'lsa, 34 xona raqamlari yig'indisi haqida gapiryapman. Raqam kiritilgan son demayapman. 34 bo'lsa, 44 bo'lsa, 54 bo'lsa, 64 va hokazo oxiri 4 bilan tugaydigan raqamning xona raqamlari natijasida endi bu shularning barchasida bizga 4 chiqadi. Kiritgan sonimiz 4, 14 emas. Kiritgan sonimizning xona raqamlari yig'indisi haqida gapiryapmiz. Xona raqamlari deganda son kiritdingiz 3 xonali. A, B, S. Shuning A qo'shilgan B qo'shilgan S isi oxiri 4 bilan tugashi kerak. Ana shu xona raqamlari yig'indisi bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ketdik keyingisiga. Mana bu ham qiziq savol. Chalg'ituvchi va qiziq savol. E'tibor bering. Ma'lumki, IP manzilni sanoq sistemasining ikkilik va o'nlik ko'rinishida yozish mumkin. Ha, buni bilamiz. Quyida o'nlik shaklda yozilgan IP manzilni ikkilik sanoq sistemasida bitli ko'rinishi to'g'ri berilgan javobni toping. E'tibor bering. IP adreslar o'zi bizda 4 bitdan iborat bo'ladi, ya'ni 3 ta nuqta orasida joylashgan. 255 dan oshmaydigan 0 dan boshlab 255 dan oshmaydigan 3 xonali sonlarning, endi bu bizdagi IP4 haqida gapiryapmiz. IP6 boshqa masala. IP6 da u ko'proq ham bo'ladi. Va shu biz kunlik hayotimizda ishlatyapmiz shu narsani hozir. Bizga shundan savol tushyapti. Xo'p, 255 dan oshmaydi. Mana birinchi o'rinda biz IP adres shunaqa savollardan tushib qoladi. Qaysilar IP adres bo'la oladi yoki bo'la olmaydi deb. Mana shu chegaradan chiqib ketsak, IP adres bo'la olmaydi. Demak, bularni topish uchun hammasini, ya'ni har birini ikkilikka o'tkazib chiqishimiz kerak. Men sizga tavsiya qilaman nimani? Agar attestatsiyada shunaqa savol tushsa, siz hujum qiling birinchi o'rinda javoblarga. Men aytib ketaman, qarang qanday. E'tibor bering. 201 uchun gapiryapman men. 201 uchun gapiryapman. Odatda 201 deganimiz bu 8 ta bitdan iborat. 8 ta xona deganida endi. 8 ta xona. Mana shundan boshlab 8 sanayman men. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana. To'g'rimi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana shu yerdan boshlab pastga chizaman. Mana. Bo'ldimda endi. E'tibor bering. Chizgan chizig'imning, vertikal qizil chizig'imning chap tomoni hammasi bir xil. E'tibor beryapsizmi? Hammasi bir xil, bir xil, bir xil, bir xil. 201 ustida ishlashimiz shart emas. Bo'ldi. Keyingisi 10 degani bu 10 bo'lib qoladi ikkilikda, lekin 8 ta xona bo'lish uchun oldiga men 4 ta 0 qo'yaman. 4 ta 0 qo'ysam 8 ta xona bo'ladi. Ya'ni 8 bit bo'lish kerak aslida. Yana xuddi shunday 4 ta 0, 4 ta 0, 4 ta 0, 10 bo'lgan joydan yopaman. Mana 10 bo'lgan joydan yopdim. E'tibor bering. A variantda 10 bor, B variantda 10 yo'q. B variant chopamiz. Chiqib ketdi o'yindan. C variantda 10 bor, D variantda ham 10 bor. Demak, bizda hozircha 216 qoldi va 109 qoldi. E'tibor bering,
216 degani endi men sizga osonroq yo'ldan boradigan bo'lsam, endi men uchun oson deb tasavvur qiladigan bo'lsam, 109 ni men yozaman. 109 ni men yozaman o'zim uchun 65 qo'shilgan 40 uzr 65 debman. 64 qo'shilgan 45 shaklda yozsam, 109 degani to'g'rimi? 65 ga 64 ga naqani qo'shsak, o'tirmay 45 ni qo'shsak. 64 degani bu 2 ni 6-si degani. Bu 2 ni 6-si degani 1 dan keyin 6 ta 0 bor degani. 1 2 3 4 5 6. Mana shu sonni hozir 2 likdan 10 likka olib o'tsangiz 64 degani. 45 ni esa men yozaman. Mana bu joydan yana 45 ni yozaman. Mana bu joydan yozib qo'yay. 45 degani bu 32 qo'shilgan 13 degani. 32 degani menda bu 1 dan keyin 5 ta 0 bor degani. 1 2 3 4 5. Qayerdan olyapsiz desangiz, biz endi hammamiz yotib ketgan-ku 2 ni darajalari. 0-si 1, birinchisi 2, ikkinchisi 4, uchinchisi 8, to'rtinchisi 16, beshinchisi 32, oltinchisi 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 va hokazo. Shundan olyapman. Endi 13 degani e'tibor bering. 13 ni men 2 likka o'tsam, menimcha hamma o'tishni biladi. 2 lik o'tib qo'yadigan bo'lsak, 11 01 degani. To'g'rimi? 11 01. Men pastdan yozaman. 1 0 1 1. Mana shuni hammasini qo'shsam, menda paydo bo'ladi 1 0 1 1 0 1 1. E'tibor bering. 1 2 3 4 5 6 7 ta 8 ta xona bo'lishi uchun oldiga bitta 0 qo'yaman. 8 xona bo'ldi. 109 ni men o'tkazib bo'ldim. 2 likka. Tamom. Mana shu javobni men izlashim kerak. 011 e'tibor bering. 011 01. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ana shuni pastga chizib qarab chizaman men. Ana shuni qarab chizsam 011 e'tibor bering. 011 01 bo'lishi kerak. 011 bor, 001. Men D javobni o'yindan chiqaraman. Bu chopdim. Bo'lmaydi. C javobda 011 01 01 bor. A javobda 011 01 01 ikkalasida ham qoladi. Endi yoki A yoki C javob bo'lyapti. Endi majburimiz bunaqa bo'lgan paytda murakkabroq berilsa 216 ni ham odatda o'zi attestatsiya paytida bunaqangi bir-biriga juda ham yaqin javob berilmaydi. Endi men buni ataylabdan turib shunaqa jalab, maydalab bir-biriga g'ujalatishtirib yaqin variant tuzganman. Xafa bo'lmaysiz. Attestatsiyada bunaqangi bir-biriga juda ham yaqin javob berilmaydi. Hech bo'lmasa bitta kurchok qoldirib ketiladi. Xo'sh, endi 216 ni men yozadigan bo'lsam, e'tibor berasiz. Men endi 216 ni sizga boshqacha usulda hozir men 109 ni boshqacha usulda o'tishini ko'rdik. Endi 216 ni boshqacha usulda ko'ramiz. 216 deganini biz 216 deganini yoyamiz. Ya'ni 2 ning darajalarini yig'indi shaklida yoyamiz. Bunga yaqin 2 ning darajasi birinchisi 128. 128 qo'shilgan necha bo'ladi? 88 bo'ladimi? Da. 88 deganimiz ham bu 64 qo'shilgan 24 degani. 24 degani bu qo'shilgan 16 qo'shilgan 8 degani mana. 16 qo'shilgan 8. Mana shu sonlarni qo'shsam menda hozir berish kerak 216 ni. Xo'p, ana endi e'tibor bering. 8 degani 2 ning 3-chisi, 16 degani 2 ning 4-chisi. Mana bu yerda 3 yozib qo'yaman, mana bu yerda 4 yozib qo'yaman, mana bu yerda 5 yozib qo'yaman, mana bu yerda 6 yozib qo'yaman. Bo'ladimi? Razryad emas, men 2 ning darajasida yozyapman. 2 ning 6-chisi bormi? Boriga 1 qo'yaman. 2 ning 5-chisi bormi? Boriga 1 qo'yaman. 2 ning 4-chisi bormi? Boriga 1 qo'yaman. 2 ning necha dedim? 4-chisi da. Endi 6 uzr. Men 7 dan kelishim kerak edi-ku. 5 4 3 tak 1 boriga 1 qo'yaman va 2 bizda yo'q, 0 va 1 ham yo'q, 0, 0 ham yo'q, 0. Men to'g'ri yozdim degan umiddaman. To'g'ri yozdim o'zi haqiqatan ham. Uzr, 2 ni 128 6-si emas-ku.
mana bu 4, mana bu 6, mana bu 7. Mana aytdim nimaga o'xshamaydi? 2 ni 7-chisi bor. Xo'sh, 6-chisi bor, 5-chisi yo'q, 4-chisi bor, 3-chisi bor, 2-chisi yo'q, 1-chisi yo'q, 0-chisi ham yo'q. Mana bu endi yoyilma shaklda bo'ldi. Demak, men 216 ni xuddi shakl izlayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xuddi shunaqa variant bormi? Qarang, 11, 0, 11 и 3 ta 0. 11, 0, 11, 3 ta 0. Bu yerda 2 ta 0 bo'lib qolyapti S javobda. Demak, S javobni o'yindan chiqaramiz. 11, 0, 11, 3 ta 0. Javobimiz A variant ekan. Javobimiz A variant ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi buni aslida bunaqa bir-biriga yaqin javob berilmaydi. Bitta qanaqadir joy tashlab ketiladi. Bunaqangi savollarni turi ko'p. Xudo xolasa kursimizda ko'rib o'tamiz. Va boshladik. Bu ham qiziqarli savol. Bunaqa savollarni oson usulda ishlashni men sizga hozir o'rgataman. Butun hamma jadvalni yoyib yozib chiqishimiz shart emas. Faqat savolni to'g'ri tushunsak bo'ldi. Quyida berilgan jadvallarda xalqaro olimpiadada sovrindor bo'lgan o'quvchilar haqida ma'lumot berilgan. Xo'p, mana jadval berilgan va hokazo. Aytayapti. G'olib o'quvchilar olgan medali turiga ko'ra, u o'qigan maktab quyidagicha xalqaro reyting ballariga ham ega bo'ladilar. Bitta oltin medal uchun 15 ball, bitta kumush medal uchun 9 ball va bitta bronza medal uchun 4 ball. Yuqorida berilgan ma'lumotlardan foydalanib, matematika va kimyo, mana men ataylab jirniga olingan bizni kalit so'zimiz. Matematika va kimyo fanlaridan oltin medal olgan. E'tibor bering. Fandan qayerda oltin? Oltin bor fizikada, yo'q. Bizga matematika kerak. Oltin va kimyodan oltin kerak. Mana. Olgan o'quvchilar o'qiydigan maktablarning reyting ballari. Qisqa qilib aytganda, qaysi o'quvchi matematikadan yoki kimyodan oltin olgan bo'lsa, o'sha o'quvchi qaysi maktabda o'qisa, o'sha maktabdagi o'quvchilarning reyting ballari yig'insini so'rayapti. Demak, Askarova K degan o'quvchimiz matematikadan oltin olgan. Birinchi jadval mana bu bo'lsa, ikkinchi jadval bu deb hisoblasak, birinchi jadvaldan Askarova K ni izlaymiz va qaysi maktabga taalluqligini topamiz. 23-maktab ekan. 23-maktab topdim men. 4 ta o'quvchisi bor ekan. Men bu yerga yozib qo'yaman. 23 deb yozib qo'yaman. Xo'sh. Endi Rustamov S kimyodan oltin olgan ekan. U Rustamov S mana bu yerda mana 48-maktabda o'qiydi. Demak, buni ham belgilab qo'yaman. 48 deyman. Va ballarni hisoblaymiz bo'ldi. Abdiyev B, e'tibor bering. 23nikini hisoblashimiz kerak-ku biz. Abdiyev topaman ikkinchi jadvaldan. Informatikadan oltin olgan. Oltin uchun 15 ball beraman. Bo'ldi, ketdi. Askarova K matematikadan oltin olgan, 15 ball beraman. Ketdi. Ibragimov A. Ibragimov A kimyodan bronza olgan. Bronza uchun 4 edi. Ketdi. Va Kamolov F. Kamolov F biologiyadan bronza olgan. 4 ketdi. Mana topdik. Jami ball 38 bo'ldi. 23 maktabniki. Endi 48 ga o'tamiz. Rustamov S kimyodan oltin olgan, 15 ball berdik. Rustamov ketdi. Qodirova M. Qodirova M informatikadan bronza olgan, 4 ketdi. 19 ball bo'ldi. Jamini qo'shib qo'ysak, 38 ga 19 bizda bo'ladi 57 ball. Demak, oson usuli, e'tibor bering. Jadvalni maktablarga ajratib, maktablar olgan ballarni qo'yib, kim nechta oltin olgan, bronza olgan emas, savolni to'g'ri tushunib olsak, nimani so'rayotganligini bilib olsak, ana unda keyin ishlasak bo'ladi. Bu savolni attestatsiyada tushsa, hech bo'lmaganda 10 daqiqa sarflab qo'yasiz, agar savolni to'g'ri tushunmasangiz. Menimcha tushunarli bo'ldi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Xo'sh. Quyida berilgan jadvallarda savdo do'konining yetkazib berish xizmati ma'lumotlari berilgan. Tovar, e'tibor berasiz. Mana buni men birinchi jadval deyman. O'zim uchun buni ikkinchi jadval deyman. Xo'p, bunga hozircha qaramay turamiz. Biz mana bu shartlarni o'qib olishimiz kerak ekan. Xo'sh, tovar xonadongacha yetkazib beriladi va bunda yetkazib berish narxi quyidagicha belgilab qo'yilgan. Ya'ni quyidagi kriteriyalar asosida. Uy yo'lagi, ya'ni podyezdgacha yetkazib berish narxi 10 ming so'm. Xo'p.
xonadon birinchi qavatda joylashgan bo'lsa yoki uyda lift mavjud bo'lsa qo'shimcha haq olinmaydi. Xo'p, lift yo'q uylar uchun esa har bir bosib o'tilgan ko'tarilgan qavat uchun 3000 so'mdan qo'shimcha pul to'lanadi. Xo'p, va bizda e'tibor bering. Gulobod ko'chasi. Men Gulobodni topaman bu yerdan. Mana Gulobod, mana Gulobod, mana Gulobod. Xo'p, ko'chasidagi xonadonlarga yetkazib berilgan tovarlarning umumiy og'irligi, ya'ni vaznini so'rayapti va ushbu tovar uchun yetkazib berish narxi bilan birgalikda qancha pul to'laganligini hisoblang. Demak, Gulobodda Rahmonov N, e'tibor bering. Lift bor ekan. Xo'sh, u qaysidir uyda yashaydi, lifti bor. Demak, Rahmonovni mana R deb qo'yay, maylimi? R deb qo'yay. R Rahmonov uchun hisoblayapmiz hozir. Rahmonovning podyezigacha olib kelish uchun 10 000 so'm yetarli. Men 10 deb yozsam tushunarli bo'ladimi? 10 000 so'm yetarli. Lift borligi uchun qo'shimcha haq olinmaydi. Mana, lift bo'lsa deyapti. Qo'shimcha haq olinmaydi. Bo'ldi. Lekin bu Rahmonovni nima olgan o'zi? Ikkinchi jadvalga qaraymiz. Rahmonovni oq qand olgan 3 quti. Jami og'irligi 600 gramm. Men 600 yozib qo'yaman bu yerga. Xo'sh. Endi 3 ta quti olgan, e'tibor bering. 3 ta qutining og'irligi 600 gramm. Har biriniki 600 dan 1800 emas. Aytayapti, umumiy vazni deyapti. 3 ta qutimiz 200 grammdan 600 gramm bo'lgan. O'sha 3 ta quti bittasi 5000 bo'lsa, 3 tasi qancha bo'ladi? 15000 bo'ladi. Bo'ldimi? Va hozircha bu Ra'anuniki, oti nima edi? Rahmonovniki. Endi lift bizda bo'lsa bor, demak buniki hozircha 25 bo'ldi. Rahmonov N niki. Xo'p, ana endi ikkinchi Gulobod Asqarova N haqida gapiryapmiz. Asqarova N 6-etajda turar ekan. Mana qavati 6-etaj. Lift yo'q. Afsuski, endi bu yerda boshqacha hisob-kitob bo'ladi. Xo'p, demak Asqarova N ni men hisoblayman, qarang. E'tibor, bitta nozik joyi bor. Mana bu 6-etaj degani har bir qatorga lift yo'q joyga 3000 so'mdan berasiz degani emas. Birinchi qavat uchun pul bermaysiz. 5 ta qavat uchun pul berasiz. Chunki birinchi qavatga pul bermaysiz. Ikkinchi qavat, men aytayapman, birinchi qavat pul bermaysiz deb. 5 ko'paygan 3000 so'm desak, bu 15000 bo'ladi. Buning uyigacha chiqishga, lekin podyezgacha kelishiga 10000 so'm berganmiz. Xo'p, lekin bu nima olgan o'zi Asqarova? E'tibor bering, konfet olgan 3 quti, jami 900 gramm. 900 gramm mana. Va 20000 so'mdan har biri 3 tasi qancha bo'ladi? 60000 bo'ladi. Jami 85 bo'ladimi? Bo'ldi. Endi Ibragimov A qolyapti. I yozib qo'yapman. Ibragimov A. Xo'p. U birinchi qavatda turar ekan. Mana birinchi qavatda unga lift bo'lsa, lift yo'q, lekin baribir bunga qo'shimcha haq olinmaydi. Faqat podyezgacha yetib bergani uchun 10000 so'm. Mana qo'shaman va Ibragimov A nima olyapti o'zi? Holva olyapti. 4 dona, jami 400 gramm. E'tibor bering. Men masalani shu joyda to'xtataman. Nega desangiz, mendan umumiy vaznni so'rayapti. Mana bu hisob-kitob menga endi qiziq emas. Nima uchun desa, hisoblab qo'yamiz hozir. Endi atsatsiyada deb aytayapman-da o'zimni. Atsatsiyada bo'lsam, men shu joyda to'xtataman hisob-kitobni. Menda javob chiqdi. 1900 gramm. Variantlarga qarang. 1900 grammlik variant nechta? Bitta A. Tamom, tugatamiz. Mana bu hisob-kitobni endi men nima uchun aytayman tugatamiz deb. Agar siz o'zingizga ishongan holda mana bu grammlarni adashmasdan yozgan bo'lsangiz, mana bu hisob-kitobni qilishi shart emas. Yo'q, men 1900 dan boshqa variantlar ham bor desak, agar mabodo mana bu ham 1900 bo'lsa, endi majbur hisoblaymiz. Demak, Ibragimovni podyezgacha kelishiga 10000 so'm. Xo'p, 4 dona holva olyapti. Har biri 7,5 dan 4 tasi 30000 bo'ladi. Jami 40000 bo'ldi. Xo'sh, 25 ga 85 qo'shsak, 20 ga 80, 100, 5 ga 5 110. 110 ga 40 qo'shsak 150 bo'lar ekan, bo'ldi. 150 ming degan javob qayerda bor? Yana javobda bor. Demak, 1900 gramm 150 ming
so'm. Javobimiz A. Menimcha tushunarli bo'ldi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, ajoyib savol. JavaScriptda ko'pchilikni qaysidir ma'noda hayron yoki bo'lmasam ikkilantiradigan, hayron qoldiradigan va ikkilantiradigan savol. Ya'ni Kamron JavaScriptda deyapti, quyidagi dastur kodlarini yozdi, dastur natijalarini toping deyapti. O'zi bunday qarasangiz, ikkovi bir xil narsa. 100%. Faqat mana bu farq qiladi. Demak, JavaScriptda shu narsa farq qilar ekanda deb aytamiz. Bu belgini Pythonda ham bor. Siz ko'rgansiz bu narsani. Bitly end deydi Pythonda. JavaScriptda buning bu ham JavaScriptda ham bitly end bo'ladi, lekin bu yerda ikkita ishtirok etgani bor, bitta ishtirok etgani bor. Bitta ishtirok etgani e'tibor berasiz. Bitly end, ikkita ishtirok etgani o'zimizda oddiy dehqoncha and deganimiz, ya'ni mantiqiy ko'paytirish va deganimiz bilan teng kuchli. Xo'p, demak, e'tibor berasiz. Var deyapti. O'zgaruvchi e'lon qilinyapti x5 deb, y6 deb. Console log bu print degan, ekranga chiqar. x5 ga teng, e'tibor bering, y6 ga teng. Uzr, mana bu tomon. Men savolni ichini o'zgartirdimmi, o'zgartirmadimmi? O'zgartiribman menimcha. X teng 5 ga, xo'sh, va y teng 3 ga deyapti. Qarab turing endi. Mana bu joy x teng 5 ga deyapti. Ha, x teng 5 ga bu 5 ga teng bo'lsa 1 degani. Xo'p. Y teng 3 ga deyapti. Bizda y nimaga teng? 6 ga. Bu 0 degani. Mana bu o'rtadagi ampersand belgisi bitly end, ya'ni bitly ko'paytirish degani. 1 ni 0 ga bitly ko'paytirsak bizda nima chiqadi? 0 degan javob chiqadi. False emas. Mana bunisidan endi e'tibor bering. X teng 5 ga bu 1, ya'ni buni biz true deb qabul qilamiz. Bunisi 0. 1 ni 0 ga mana bu and degani, endi e'tibor berasiz. 1 ni mana bu JavaScript true deb tushunadi. 0 ni false deb tushunadi. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Faqat bitta ishtirok etgani uchun true ni 1 deb bitliga o'tkazadi. 0 ni o'sha false ni 0 deb bitliga o'tkazgani uchun 0 chiqadi. Bunisida esa false, true. True ni false ga mantiqiy ko'paytmasi bu baribir false. Demak, bunda chiqar ekan 0, bunda chiqar ekan false. Mana javob. 0 va false. Tushunarli bo'lsa, xo'sh, bugunga tayyorlaganlarimiz shular. Manfaatli bo'lsa, rozi bo'lasiz. Xo'p, mikrofonlaringizni yoqamiz. Savollaringizni berishingiz mumkin. Men Avvalambor to'xtataman.